Assalomu alaykum vakil mijozlari. Prezident o'z qarorlari asosida navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda qanday savol javob bilan bo'ladigan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mahallangizni tanishtirasiz, o'zingizni. Qarish Mataraqush mahallasi. Eshmahallada qanday yo'nalish uchun chorvachilik bo'yicha. Chorvachilik bo'yicha? Chorvachilik bo'yicha shug'ullanib o'rgansiz. Molxonangiz bormi? Bor. Qancha so'mda kredit kerak? 17 million. 17 million. Uni 3 bank ish kunida masalangizni yechib beramiz. Bo'ldi. Hasan Madinova. Kashfman, Qolchon qishlog'i. Hasan Madinova. Qolchon mahalla. Shunday. Nima yo'nalish bo'yicha kredit olasiz? Chorvachilik. Chorvachilik bo'yicha qancha so'mmada? 50 million. 50 million. Kafillik asosida berilishi qisqacha tushunchaga ega bo'ldingizmi bankda yo'qmi? Kafilligingiz bormi? Bor. Qanday xulosasini olib, o'shanga qarab sizga qancha so'mga yetadi, yetmaydi ko'rib bilib aytishadi. Navbatdagi. Men Mustaqillik mahallasida Nabira Muxlisaman. Chorvachilik bo'yicha kredit olmoqchiman. 17 million. Chorvachilik bo'yicha Sharoitlarni qilingan. chorvachilik yo'nalishida. Beramiz hujjatlar topshirgansiz. Yigirma yil muddatgacha. 2 yil hisoblanadi. 7 yil hisobidan tavsiyasi asosida beriladi. Kambag'al registrda. Shunday. Yo'qotsan. Yig'ilishimiz navbatdagi yig'ilishimiz yopiq deb e'lon qilamiz. Vaqtlaringizni ayamaganlar uchun barchalarga katta rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.